Assalomu alaykum akalar, navbatdagi zakazlarimizni ham chiqarib olyapmiz. Hozir mana chiroyli qilib upakovka qilib o'rab qo'ydik. Manipulyatorimiz ham yetib kelgan. Xorazmga doimiy mijozimizga chiqarib olyapmiz. Jami 19 ta ketadi, xudo xolasa. Manipulyatorimiz yuklayapti. Galenkalari hammasi 220, двойной reduktor, 220 motor, mis обмоткали 0.25 kilovatli motor qilamiz. Hammasi bir xil shunaqa. Galenkalarimiz ham tayyor. Bu yerda ham yuklanadiganlari. Katta yo'llarimiz bular. Chiroyli qilib ichkariga joylanyapti. Pokelar qo'yamiz, toki bu bir-biriga tegib, qirilib bukilmasligi uchun, chiroyli yetib borish uchun. Ular ham klientimizdan sotishadi. Chiroyli holatda yetib borish kerak. Bu Elyojon ekan. Ashkishi olib borishadi. Silab turingda. Xo'p, ichkarida ham galenkalarimiz tayyor bo'lgan. Bular ham ketish kerak, chap tarafdagilar. Mana ular ham chiqib ketish kerak. Sekin-sekin bo'shatyapmiz, xudo xolasa. Bu yoqda ispitanaga chiqqan yo'llar. Xo'p, bu yoqda galenkalarimiz tayyor. Bu qator chiqib ketadi zakazga. Bu qator mana oxirlab qolibdi. Bular ham nari tashqaridagilarga xudo xolasa komplekt qilib berib yuboramiz. Bular shu katta yo'llardagi 600-700 kvadratgacha joyda istaydigan yo'llarning galenkasi. Katta bo'ladi, motorlari ham 0.37 lik. Bu yoq endi ishxona shunaqa ozgina uborka qilib qo'yamiz keyinroq, xudo xolasa. Hozir listlarimiz chiqyapti bu yoqda. Zagotovkalar ko'p videolarda ko'rsatib o'tganmiz. Burchaklarida chok bo'lmaydi. Mana bel qismi, beshik qismi bu yoqni. Mana shu holatda chiqadi zagotovkalar. Yo galenkalar.